Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismingiz nima edi? Muhammad Alida. Muhammad Ali. Sizni problemangizni bir aytib o'taylik, чтобы boshqalar ham shu narsaga tushmasligi uchun. Albatta. Vatandoshlar, akalar, ukalar, opa singillar, bu ukamizni problemasi nimada desa, bu ukamiz shtrafi bo'lgan, sudga oshib ketgan. Sudga oshib viza yopilgan. Rossiyadan chiqish mumkin emas bu ukamizga. Bu ukamiz payshanba kuni shtraf to'lagan, juma kuni FSPP судебный приставлaridan nimasi ochilgan, lekin shu narsani bilinglar, to'lagandan keyin kamida bir 20 kun o'tish kerak. 20 kun o'tgandan keyin to'laganinglardan keyin ashunda bemalol kelsanglar bo'ladi. Bir oycha o'tkazsanglar o'shanda yaxshi. Mana o'zi ham rus tilini yaxshi biladi ekan. Nima deysiz shu narsani? Shunaqa bu zagranisadan chiqarishda gosuslуги programmasida ko'rsatyapti, to'shto mumkin chiqish, granitsadan chiqib ketish mumkin, lekin bularning bazasida kompyuterda bu narsa ko'rinmas ekan. Bularga chekini, kvitansiyani предоставить qildim. No, bularga bu ma'lumotlar kerak emas ekan. Bularga qachonki kompyuterda bu narsa o'chib ketsa, shundagina granitsadan chiqishga ruxsat berar ekan. Bu informatsiyani sizlarga aytishimizdan maqsad bu ukamizga o'xshab lishniy xarajat qilmanglar degan maqsadda aytyapmiz-da. Kelsanglar biz olib borib kelaveramiz, просто havoga uchib ketadi, kredit qilolmay qolasizlar. Shu narsalarni do konca bitirib turib keyin kelinglar.